Tanaffusda hamma bolalar ketdik, futbol o'ynaymiz desa, yo'q, men oyim urishadi, ko'ylagim kirib bo'lsa, tuflim ochilib ketsa oyim urishadi deb chetda turadi. Mana sekin mana shunaqa qilib botanik qiladi bolalarini. Bunday qaraganda nima deydi, aqli zo'ru, lekin bolalarga o'ynaganda odamning qalbi yayraydi. Ya'ni qalbi shikastlanadi. Ana shu bolalar dardini ichiga yutib, oxirida tirnoqni tishlaydigan bo'lishadi. Demak, hurmatli ota-onalar, farzandingizni tirnog'ini tishlaganini ko'rdingizmi? Farzandingizda emas ayb. Sababi o'zingizda. Demak, bolangizni dardi ichiga kirib ketgan. Sal bir narsa gapirishga ham qo'rqadi sizga. Nima desangiz, xo'p deb turadi-da, qo'rquv bor u bechorada. Unda dardi ichiga kirib ketgan. Agar tezroq undan chiqara olmasangiz, bolangizni emas, o'zingizni qo'pol muomalangizni, noto'g'ri muomalangizni joyiga qo'yib olmasangiz, bolangiz borgan sari ichiga kirib ketaveradi. Erta vaqt soati kelganida, o'g'lingiz katta bo'lganda sizga qarab "bare" deydi-da, o'zim bilganini qiladi. Shuning uchun hozir yoshligida o'zimizni bolalarga nisbatan munosabatimizni, ularning hurmatini joyiga qo'yib, to'g'ri, noto'g'ri degan narsani o'zimiz kattalar aniq bilib olishimiz kerak. Aytadi-ku, chumchuq inida ko'rganini qiladi deydi. Xuddi shunga o'xshab, bola tarbiyasidan oldin o'zimizni tarbiyalaylik. Shirin so'z gapirishni, maqtashni, ozgina to'g'ri qilgan narsasini bo'rttirib zo'r qilding deb bolani ko'lini olishni o'rganaylik.